Assalomu alaykum. So'nggi kunlarda mamlakatimizda harorat inversiyasi bilan bog'liq noqulay meteorologik sharoitlar oqibatida havo sifatining pasayishi kuzatilmoqda. Ushbu hodisa kunduzgi va kechki havo haroratini ayrim hollarda 14 gradusgacha keskin farq qilishi, tuman tushishi, shamol tezligining pasayishi natijasida ifloslantiruvchi moddalarning atmosfera havosida tarqalishini qiyinlashtirmoqda. Shuni ma'lum qilmoqchimanki, maxsus komissiya o'z faoliyatini to'xtatgani yo'q. Ekologik holat yuzasidan aholiga muntazam axborot berish bilan birga tegishli tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtirmoqda. Bugungi kunda maxsus komissiyaning e'tibori sanoat va xo'jalik subyektlarida ekologik reydlar va nazorat tadbirlariga qaratilgan. Noqulay ob-havo sharoitida atmosfera havosiga antropogen, ya'ni insoniy faoliyatning yuklamasini kamaytirish uchun korxonalarning quvvatlari cheklanmoqda va ayrimlari faoliyati to'xtatilmoqda. 1-7 yanvar kunlari Toshkent shahrida 12 ta va Toshkent viloyatida 22 ta ishlab chiqarish korxonalarida tekshiruvlar o'tkazildi va ta'sirchan choralar ko'rildi. Bugun atmosfera havosini ifloslantirgan o'nlab avtotransportga nisbatan ma'muriy choralar qo'llanildi. Shu bilan birga profilaktik choralar ham amalga oshirilmoqda. Ya'ni tashlanma manbalari ustidan monitoring kuchaytirilib, atmosfera havosi sifati tezkor baholanib borilmoqda. Mutaxassislarning tahlillariga ko'ra, noqulay meteorologik sharoitlar 16-17 yanvar sanalariga qadar saqlanishi kutilmoqda. Antisiklon kelishi natijasida yog'ingarchilik yog'ishi va shamol tezligi oshishi bilan atmosfera havosi sifati normallanishi kutilmoqda. Harorat inversiyasi qisqa muddatli va oldindan prognoz qilinadigan meteorologik hodisa bo'lib, bu davrda davlat tashkilotlari kuchaytirilgan rejimda ish olib boradi va sinovdan o'tgan chora-tadbirlarni amalga oshiradi. Maxsus komissiya tomonidan ekologik reydlar va monitoring tadbirlari inversiya yakunlagach ham davom ettiriladi. Ko'rilayotgan barcha choralar yuzaga kelgan xavflarni minimallashtirish hamda aholining ekologik xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan. Shuni ham aytib o'tish joizki, choralar ilmiy asoslangan tavsiyalarga qat'iy rioya qilgan holda amalga oshirilmoqda. Vaziyat 24/7 rejimda kuzatib borilmoqda. Atmosferadagi o'zgarishlar bo'yicha Ekologiya milliy qo'mitasi hamda uning huzuridagi O'zgidromet agentligi rasmiy sahifalari va maxsus komissiyaning rasmiy Eko-info Telegram kanallari orqali doimiy axborot berib borilishi ma'lum qilinadi.